Shu sharoitim ko'tarmaganligi sababli Farg'onaga Murvat uyiga topshirdim. Men Asadbekda kelganiga 2022-yil kelgan, Farg'ona bolalar uyidan kelgan bu. Kelganda bola hech narsani bilmas edi. Ovqat yeyishni ham bilmas edi. Hozir mana o'zi o'tirib, o'zi ovqatlanib, o'zi yurib, ancha o'zgarish bor, Xudoga shukr. Mana ancha yurib, o'zini nima qilib tutib olganda farzandim. Yangi loyihalar, imkoniyatlar yaratildi. Bular haqida biz onasiga demak to'liq ma'lumotlar berdik va uning sharoitlari haqida tushunchalar berdik va o'zaro doimiy muloqotlar va maslahatlashuvlar natijasida bugun Asadbek oilasi bag'riga qaytyapti. Men Farg'ona viloyati Rishton tumanidanman. Farzandim Ismatullayev Asadbek 2004-yilda tug'ilgan. O'zi sog'lom tug'ilgan. Shu 6 oyligida isitma chiqib, shu sudurga berib yuborgan. Shu sharoitim ko'tarmaganligi sababli 8 yoshgacha qaradim. Endi masalan, menga uy-joy kerak edi, vatan kerak edi. Keyin shuni Farg'onaga Murvat uyiga topshirdim. Men Asadbekda kelganiga 2022-yil kelgan, Farg'ona bolalar uyidan kelgan bu. Kelganda bola hech narsani bilmas edi. Ovqat yeyishni ham bilmas edi. Lekin biz bu bilan astoydil shug'ullandik, hamkasblarimiz bilan birgalikda. Bola bemalol qoshiqni ushlab, o'zi ovqatlanishga o'rgandi. Hozir mana bemalol o'zini o'zi eplaydi. Birovlarning yordami bilan yurmaydi, qiynalmaydi. Hozirgi sharoitlarimizdan kelib chiqib, bola ancha o'ziga keldi. Bundan onasi ham, o'zimiz ham xursandmiz. Bizning g'amxo'rlik markazimizda joriy yilning 6 oy yakunlariga ko'ra 5 nafar vasiylikka olinganlar oilasi bag'riga qaytarildi. Bu yilning o'zida 98 nafar ota-onani, ya'ni aloqalari uzilib qolgan ota-onalar bilan qayta aloqalar o'rnatildi. Ular bilan muloqotlar qayta tiklandi. Oldin bizda ota-onalar bilan demak birga qolish, ota-onalar bilan birga muloqot qilish imkoniyati yo'q edi. Bu ya'ni alohida obyektimiz yo'q edi, joyimiz yo'q edi. Bugun farzandini yoki yaqinini ko'rgani keladigan oila a'zolari ular bilan birgalikda yotib qolib, ya'ni oilaviy munosabatlarni qayta tiklash uchun sharoit yaratib berdik. Mana birgina Asadbek misolida aytadigan bo'lsak, biz uni onasi uzoq yillar demak chet el mamlakatlarida demak ishlab yurgan migrant sifatida va aytishimiz kerakki, O'zbekistonga qaytish bilan u bilan aloqalarni bog'ladik, gaplashdik. Ularni demak muassasaga taklif qildik, ular bilan suhbat o'tkazdik. Uzoq yillik o'zaro yig'ilib qolgan mehr-muhabbatni men ayta olishim mumkinki, ham farzandida, ham onasida ko'rdim. Biz nafaqat bu yerda Asadbekka, qolgan vasiylikka olinganlarimizga ham ota-onasini mehrini berishga harakat qilamiz. Lekin biz baribir bilan ota-onasini o'rnini bosa olmaymiz. Har bitta vasiylikka olinganlarimiz ota-onasini bag'rida bo'lishi bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Joriy yilning 27-aprel kuni prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 69-sonli farmon. Bu farmon bilan aynan g'amxo'rlik markazida yashovchi vasiylikka olinganlar toifasidagi nogiron bo'lgan shaxslarni demak yangi kun loyihasi, kichik hajmli uylarga ko'chirish bilan bog'liq yangi loyihalar, imkoniyatlar yaratildi. Bular haqida biz onasiga demak to'liq ma'lumotlar berdik va uning sharoitlari haqida tushunchalar berdik va o'zaro doimiy muloqotlar va maslahatlashuvlar natijasida bugun Asadbek oilasi bag'riga qaytyapti. Yangi kun xizmatini menga hammalari yaxshilab tushuntirishdi. Farzandimni ertalab olib ketib, kechga shu 5-6lar orasida olib kelib berishar ekan. Bu xizmatlar menga juda ham yoqdi. Prezidentimizga kattadan katta rahmat aytaman. Hammalariga katta rahmat. Mana shunchalik farzandimga qarashdi. Endi mana sharoitlarim yetarligi uchun mana farzandimni olib ketib, endi Xudo xolasa bundan buyog'iga o'zim qaramoqchiman. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan mazkur farmon keng imkoniyat yaratib berdi. Bugun ular yangi kun loyihasi doirasida jamiyatda hammamiz qatori to'laqonli imkoniyat va sharoitlardan teng foydalanish imkoniyati uchun zamin yaratyapti.